Ustozni faoliyatlari haqida ma'lumotlarni qisqacha o'qib beraman. Rafiddinov Sayfiddin Sayfulloh o'g'li adabiyotshunos va tasavvufshunos olim hamda mohir tarjimon. 1958-yil Shahrisabzda tug'ilganlar. Samarqand davlat universiteti hamda Imom Buxoriy nomidagi Islom oliy ma'hadini tugatgan. Hozirda O'zbekiston Fanlar akademiyasi O'zbek tili, adabiyoti va folklori institutida ishlaydilar. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi bo'limining boshlig'i, filologiya fanlari nomzodi, dotsent, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi, Xalqaro adabiyot, san'at, madaniyat va ijtimoiy fanlar akademiyasining akademigi. Yurtimizda va xorijda bir qator asarlari nashr va tarjima bo'lgan. Sayfiddin Sayfulloh 7 ta ilmiy asarlar muallifi, arab tilidan 2 ta asar, fors tilidan 7 ta asar, turk tilidan 12 ta asar tarjima qilganlar, 50 ta asarga so'z boshi yozganlar, 8 ta asarga so'ng so'z yozgan, 30 ta asarga mas'ul muharrirlik qilganlar. Arab yozuvidan nashrga tayyorlangan asarlari 45 ta, xorijda nashr bo'lgan asarlari soni 7 ta. Sayfiddin Sayfullohning yozgan, nashr va tarjima qilgan asarlari adabiyot, folklor, islom, tasavvuf va milliy qadriyatlarga bag'ishlangan degan mana bu qisqa ma'lumotlarni qabul qilasiz.